Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Tor televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Kanada va Gollandiya parlamentida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizgan siyosati irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilingandan keyin, Avstraliya parlament a'zolari Avstraliya Kengash palatasida o'xshash shaklda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb tonishga chaqirib kelmoqda va parlament a'zolarining bu vaqtda sungan taklif loyihasi mushu 15 mart kuni Avstraliya Kengash palatasida rasmiy muzokaraga qo'yiladi. Avstraliyada faoliyat ilib berayotgan bütün Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur aktivistlari mazkur qonun loyihasining ma'qullanishini qo'lga keltirish uchun umumiy safarbarlik ilib bormoqda. Sizlarni Avstraliyadagi Uyg'ur davosining navbatdagi yangi vaziyati va Avstraliyada yashayotgan Uyg'urlarning umumiy ahvoli haqida tafsiliy ma'lumotga ega qilish uchun bugungi suhbatimizga Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Ichki ishlar komitetining mudiri, Avstraliya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zosi, peshqadam jurnalist Baxtiyor Bo'ri apandimni alohida taklif qildik. Hurmatli Baxtiyor apandim, programmamizga xush keldingiz. Hoş geldik. Hurmatli Baxtiyor apandim, oldi bilan siz o'zingiz mas'ul bo'layotgan Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Ichki ishlar komitetining xizmat doirasi va qurultayning Avstraliyadagi xizmatlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Assalamu alaykum. Şu Dünya Uyg'ur Qurultiyi televiziyadagi barliq xodimlar, shundaqla ko'rag'anlar, shu vaqtingizda xayrli bo'lsin. Dünya Uyg'ur Qurultiyi raislik, ijroiy hay'at, taftishlik va 15 modullikdan tashkil topgan bir muntazam sistemaga ega kuchli bir tashkilot. Hem modullik, raislik, muavin raislik, taftishlik, ijroiy hay'atlik, maslahatchilik deganlarning hammasiniki o'z xizmat doirasi bo'yicha bir-biridan moslashib, har bir davlatdagi o'zida turayotgan davlatlarningki qonunlari bo'yicha, sharoitlari bo'yicha va Dunyo Uyg'ur Qurultiyiningki asos qonunlari bo'yicha da'voda ish olib boradi. Bizningki bu ichki ishlar komitetining ishlari bo'lsa, Dunyo Uyg'ur Qurultiyining asos qonunlari va ichki ishlar komiteti tarafidan chiqarilgan nizomlari bo'yicha Dunyo Uyg'ur Qurultiyiningki rahbarlik a'zolari Dünya Uyg'ur Qurultiyi bilan hamkorlashib ishlayotgan xalqarodagi barliq Sharq Turkiston tashkilotlari va uning rahbarlari shundaqla Dünya Uyg'ur Qurultiyini qo'llovchi fidoilar hamda olimlarimiz, diniy ustozlarimiz shu davodagi aktiv xizmat ko'rsatayotgan barliq fidoilarimizni qo'g'dash mas'uliyati var. Yani qo'g'dash deganda albatta bizningki hozircha davlatimiz yo'q, soqchimiz yo'q, turmimiz yo'q. Lekin Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va uningki hamkorlashayotgan tashkilotlarininki barliq aktiv xizmatchilari, rahbarlarining Xitoylar tarafidan tuhmat qilish, haqorat qilish, har xil shaxsiyatiga tegishlar orqali shu da'voda oldin safga ketib qolgan rahbarlarimizning, aktivlarimizning, olimlarimizning, diniy zotlarimizning ruhiy jihatdan azoblanib, ularning da'voga bo'lgan susilishi qatorliqning oldini olish. Albatta bizningki bu da'voimizda Xitoyninki qo'l intayin kuchli, dushmanimiz nihoyat zo'r. Aramızga kaladigan fitneleri intayin ko'p. Ba'zilar Xitoyninki bevosita buyrug'i bilan, yo'l yo'rig'i bilan Xitoyga ishlab, shu davodagi oldin ketib qolgan avangard aktivlarimizga ruhiy jihatdan zarba bersa, ba'zi xalqimiz ahvollarni tushunmasligi, nodonligi, xato analiz qilishi yoki shaxsiy hissiyoti bilanmi bilib bilmay Xitoy tarafda turib qoladiganligi bu aniq. Shu masalalarni bizning bu komitet Dunyo Uyg'ur Qurultiyininki asos qonunlari bo'yicha, nizomlari bo'yicha hamda shu davlatdagi qonunlar bo'yicha shu insonlarni tarbiya berish, ular bilan ahvollarni ularga tushuntirish, ishning haqiqiy mohiyatini bildirish va haqiqiy Xitoy tarafidan turib va Xitoyning buyrug'i bilan ish qilayotgan ba'zi Xitoy josuslarni tepib chiqib şu devletlardaki kanun organlarına topshirish. Shuning bilan birga torlarda, har xil ijtimoiy axborot so'rovlarda, masalan, Facebook deymiz, YouTube deymiz va hokazo bu shundaq nimalarda ismsiz va ismlik
adamlarning mesela isimlik adamlar bo'lsa shu isimlik adamlardan so'zlashish, isimsiz adamlarni biz shu kompyuterdagi iqtidorli adamlarimiz orqali ularning kimligini tepib chiqish, arxivlashtirilgan barliq insonlarni teftishga ve icra heyetke topshirish, ularninki qayta tekshirib chiqishi orqali haqiqiy kimligi aniqlangandan keyin ve ularninki bu da'voga bo'lgan zarurlari haqiqatan zo'r bo'layotganlarni o'z davlatlarininki qonun organlariga topshirish. Shuning bilan birga kelgusida inshaalloh ozod Sharq Turkiston vatanimizdan egalari bo'lgan baxtli avlodlarimizga mushu da'vodagi salbiy ve ijobiy insonlarimizningki bir arxivini turg'izish bizning qilgan asosiy ishimiz. Köptün köp rahmat hörmətli Bəxtiyar əfəndim yuqorida təfsili bir məlumat berib ötken buldunuz. Ənbə yuqorida aytib ötgünümdək Xitay hökumətinin Uyğurlarga qılğan muamelesini irqiy qırğınçılıq deb tonish haqida Avstraliya parlament a'zolari tarafidan sunilgan taklif loyihasi mushu 15 mart kuni Avstraliya Kengash palatasida muzokaraga qo'yildi ekan. Sizlar Avstraliyadagi Uyg'urlar bu taklif loyihasining sunilishi va qabul qilinishi uchun hozirgacha qanday bir lobby faoliyatlarini elib bordinglar? Mushu haqida biroz ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Buni yaxshi dal vaqtida mushu vaziyatimizga mos bir savol bo'ldi. Rahmat. Oldi bilan bu Avstraliyadagi tashkilotchilik da'vo yo'lidagi uzoq tarixni eslab o'tishga to'g'ri keldi. Men o'zim 1988 yılı Avustralya'ya ailem bilen köçmen olup geldim. Ondan burun atalmış Şinjan gazetede muhbirlik işleyen. Vatanın yüzleri de bulup mu Cenap'taki 18 yüzde bir yıl, 20 yıl hizmet kılar. Şu jarayanda vatanınki emeli ahvali, halkımızın kançık azap içinde yaşaydığı Xitay hükümetinin halkımız üstünden elip verivatkan, bulup mu dehqonlarimizning üstünden elip verivatkan zulmetleri bizden billa bu garip geldi. Bu şu 92 yılı bo'lsa kerak, 92 yılda Adelaidda men o'zim Adelaidga tushgan. Adelaidda men kelsam bir 10 necha oila bor ekan. Şu bizning hurmatli ustozimiz, yozuvchimiz, peshqadam, inqilobchi Ahmet Egenberdi menden bir 3 yıl burun kelgen. Akam rahmetlik menden 6 ay burun kelgen. Hüseyin akimiz Dünya Orkut'un asasçıları rahmetlik vefat edip gitti. 6 yıl burun evlet aldı. Yatqayarını cennet kıkan bulsun. Şu kişilerle şu adletki bağ pişkademlerimiz, vatanperlerimiz şular arkalık 92 yılda Avustralya Türkistan Cemiyeti kuruldu. Şu Avustralya Türkistan Cemiyeti kuruluş bilen birlikte Uygur ana til mektebi kuruldu birlikte. Hem de 93. yılda Janubi Avustralya İslam Dini Teşkilatı ile birlikte bir mektebinin yerini elip mescit faaliyet kurulları kuruldu. Şundan bizdeki ben hatalaşmışsam 92. yılı nispeten etkanda Garip dünyası boyunca Avustralya'da belki tünce bir siyasi dava teşkilatı kurulgan, hem de ana tilli mektep kurulgan, hem cemaat yığılıp ibadet kıladigan ve faaliyet kıladigan bir orun tünce kıtım boldu desem belki hatalaşmaslığı mümkün. Demek bizdeki Avustralya'daki bu siyasi davarımız şundak bir uzun yıllık bir tarih ege. Bizim tünce kıtımlık namayişimiz 96 yıl Adelaid'e ait heyvetlik, zor kölemlik buğan, yani Xitayning 40. qitimliq vatanimiz Lupturda 40. qitimliq atom bombasini sinab qilishga qarshi. Bu faqat Adelaide shahridagi xalq va siyosatchilarning va axborot organlarining diqqatini chekib qolmay, balki butun Avstraliya bo'yicha va dunyo bo'yicha bir ma'lum ta'sirga ega bo'lgan tunji namoyishimiz deb hisoblanadi. Shuning bilan bu bizning xalqimiz bo'lib 97 yildagi 5 fevral vakasından keyin, 40'dan keyin nurg'unlagan vatandaşlarımız, nurg'unlagan qarindoshlarimiz har xil yo'llar bilan Avstraliyaga kelishga boshladi. Bu yerda bir gapni cho'qim aytib o'tish haqli biz. Shu Avstraliya Turkiston jamiyati keyin Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati deb o'zgartirildi va Sharq Turkistondan keladigan har qanday bir ko'chmanning, musofirlarning Avstraliyada ep qilish uchun ko'p kuch chiqadi. Bununla ustazımız
Ahmet İgenber'deki rolü intayin köp. Şoňadan Avustraliýa kelgen her qandaq bir Şerq Türkistandan kelgen Uýgurlar we başga halkymyzdynki egerki o siyasi panalykda iltija kalmasa bugüngiçe birer adamninki iltijasynyňki kabul kılınmaganlygy we teňgi gaýtylganlygy meniň hatyramda ýok. Bolupmy 2009-njy ýyldaki 5-nji iýul Ürümçi kırgınçylygydan keyin Ürümçiden ve watanyň halka şäherlerden kelip meşet okuwatgan okuwçylar asasçetden Avustraliýanyňki garajdaryny bolup kep kaldy. Hem de bir neçe ýyldan keyin Avustraliýa hökümeti öz garajdarlary özleri panahlykka algan bu okuwçylaryň atalaryny ekirişke käm ýol açdy. Şunuň bilen Adelaide'da Adelaide bir Janubi Avustraliýa ştatynyň paýtagty, Melbourne şähri Victoria ştatynyň paýtagty, Sydney New South Wales ştatynyň paýtagty, Brisbane Queensland ştatynyň paýtagty, Perth Western Australia ştatynyň paýtagty bolup, moşu 4 şäherde bolupmy Adelaide, Melbourne, Sydney şäherlerine ortaklaşdy. Hem bu kalan 2 şäherde az halkymız ortaklaşdy. Cemaatimizdin köpeyişi, davarımızdan bağlançı mürekkepleşişi, Xitay hükümetindeki halkımız üstüne ilip bıravatkan bu tecavüzçilik siyasetindeki tekimi eğrilişi bilen bu Melbourne'da Victoria Uyghur Cemiyeti, Sydney'de Avustralya Uyghur Cemiyeti kuruldu. Yani Dünya Uyghur Kurultayı 2004 yılı kurup 2005 yılı bu teşkilatta Sydney ve Melbourne'da kuruldu. Şunun bilen Adaletteki bizdeki en uygun tarih ege halkımızdaki kalbinin orun ağan bütün dünyadaki Şerq Türkistan Türkistanlıklarınki hürmetine zor sazalar boğan Şerq Türkistan Avustralya Cemiyeti ve Victoria Uyghur Cemiyeti, Avustralya Uyghur Cemiyeti vatan dava yolunda birlikte bugünküçe meyli namayışlar bolsun, meyli çoğun faaliyetler bolsun, meyli Dünya Uyghur Kurultayının hakkında çağırıklar olsun, avaz koşup geldi, hep birlikte işi verip geldi. Mana hem de bugün birlikte kelgende bulup mu 2017 yılı Kızıl Xitay'nın 49 yılı vatanımızı bastırıp kirgen ki Şerq Türkistan halkı bulup mu Uygurlar, Uygur Katarlık Türkiye kırımdaşlarımızdaki halkımızdan üstünden elip berbatkan eşeddi kılmışlarının aslı babıgan eşeddi kırgınçlıkның üstüge netçesilep insan kılıpıdan çıkan bu kırgınçlıkları biz şahit boşka başladık. Bu bizdeki Avustralya'daki varlık vatandaşlarının ve teşkilatlarının tekimi uyuşup bu Xitay'ınki tütkül bir Şerq Türkistan'ın ilgileri boğan Uygurlardan ibaret bu kırımdaşlarımızda, halkımızda tamamen yarışarın yoktu üstek. Bu rezil garizine karıştırış. Onun aldığını iliş. Şu ceza lagırlarda inrav atkan milyonluğun kırımdaşlarınki az bu zaman yardım kılış, koludun kelgen işini kılış için bu 2017 yıldaki teşkilatlarımız tekimi ittifaklaştı. Birlikte işbirlik ilip beriş tekimi küçeydi. Halkımızdaki teşkilatlarının koldaşı, Dünya Uyghur Kurultayının koldaşı müştak yaxşı bir cengivar halet peyda buldu. Bulup mu bizden bu hareketlerimiz elbette Avustralya hükümetiyle, Avustralya'daki siyasiyollağa, Avustralya'daki başka Şerq Türkistanlık bulmagan, Uyghur bulmagan başka halklarga, medyaga ta'sir ko'rsatdi elbette. Her kandak bir hareketninki neticesi buldu. Fakat şu hareketini özlüksiz davamlaştırdılar. Bu Avustralya'daki halkımız şu vatandan ibaret bir şereflik davanı 92 yıldan tartip özlüksiz davamlaştırıp geldiği için mani bugün bayamsız elip etkandak bizden davarımız parlamentlarga kirip şu yerde biz hakkında her günü bulmasa günü de biz hakkında parlamentta ve palata azalarında talaş tartış olduğun bir siyasi bir yaxşı muhit bu kilovatlı. Elbette biz bu Avustralya dünyanınki bir in çidide siyasi dünyadaki siyasi tutan siyasi meydanı onçilik bir salmaklı ilerlemesi mi?
Yani Amerika o'xshash, Kanada o'xshash, Yevropa o'xshash bizning davarimizdagi ulg'ishi unchik kuchlik bo'lmasimi, mushu rayonga, mushu atrofga nisbatan vaqtida o'zininki sharoiti bo'yicha tilga erishishga arziydi. Dünya Uyg'ur Qurultayiniki bo'libmi Sharq Turkiston tashkilotlari munbiri qurgandan keyin Avstraliyadagi tashkilotlarniki Dünya Uyg'ur Qurultayi bilan birlikda ishlab berishi albatta bu yerdagi siyosatlar, parlament a'zolari, axborotlarniki diqqatini texmi chekdi. Chunki xalqaro dunyo sahnasida harakat ilib berayotgan tashkilotlarningki yanada birlik tuzish boshqalarning diqqatini chekadiganligi o tabiiy bo'ladi. Bulupmu bizning bu vatanimizdagi qirg'inchilik, xalqimiz o'zingiz bilgandek shunchalik hozir bugungi tilga og'ini bo'lmaydigan mushtaq ahvollarning mushtaq bir vaziyatniki kelib chiqishi bulupmu Amerikadagi, Kanadadagi, Yevropadagi barliq tashkilotlarning, barliq tashkilot rahbarlarining, barliq jangovar fidoyilarimizning to'xtamay qilgan faoliyatları, ilib berayotgan lobbichilikleri bo'libmi jazo lagerlardan qutulib chiqqan 9 qahramonimizning, şahitlerimizning bergan isbotlari Avstraliyada Xitoy jallodlarining Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan bu qirg'inchiliklarni milliy qirg'inchilik deb e'tirof qilish huquqisi qo'zg'aldi albatta bu yerda. Bu yerda bir muhim bir narsani aytib o'tishga to'g'ri keladi. Bizning Adelaide'da Avstraliya Tanrıtaq xonim qizlar uyushmasi deb o'shadagi yosh, bilimlik, mushu vaziyatni, mushu dunyoni, mushu g'arbni herhalde bir qadam tushunadigan singillarimiz uyushgan mushu bir jamoat xarakterida olgan tashkilotimizning jangovarlari 2017 yildan e'tiboran shu Janubiy Avstraliyani asos qilgan mustaqil palata a'zosi Rex Patrick janoblari bilan doim aloqa qilib, hem o adamning ishxonasiga doim berib, vatanda bo'layotgan ishlarni o'z vaqtida taqdim qilib va bildirib kelganligi sababidan shundaqla bu Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati va bu xonim qizlarniki o'rinlashtirishida har juma kuni mush yaqindan buyon namoyishlarni ilib berayotganligi axiri bu mustaqil palata a'zosi Rex Patrick efendimning Uyg'urlarning ustidan ilib berayotgan bu qirg'inchilikni Kamberadagi parlament sarayida palata a'zolarining o'tirg'i qo'yish bir iltimosi sunilgan bo'ldi. Hamda bu iltimosning natijasida 3-oyning 15-kuni shu palata a'zolari oldida Xitoyning bu qilmishlarini Avstraliya hukumatining, parlamentining milliy qirg'inchilik deb e'tirof qilish, ovozga selish kuni bo'ladi. Bu shaxsan mening o'zimniki Avstraliyadagi 33 yillik bu hayotimda da'vo jarayonida men shahid bo'layotgan eng yuqori darajadagi da'voyimizki eng yuqori bir xil bir ish deb to'layman buni. Bu intayin bizning xalqimiz uchun Avstraliyaninki hukumatiningki Uyg'urlar ustidan sharq bo'libdi, sharq turkistonliklar ustidan chiqaradigan muhim qarorlarninki asos bo'lib qoladi. Albatta buning uchun Dünya Uyg'ur Qurultayi va Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi hurmatli Dolqin Aysa efendim, icraiy hay'atining raisi Ömer Qanat efendim ve reisimiz Dolqin Aysa'nın vekili Turg'unjon Alovdin hojimlar bunga darhol ko'ngil berdi ve men bilan aloqalashib 2-oyning 27-kuni bir jiddiy yig'in chaqirdi. Shuning bilan Avstraliyadagi har barliq tashkilotlarningki rahbarlarini bu yig'inga jiddiy taklif qildik. Avstraliyadagi barliq tashkilotlarning hammasi degidek shu qisqa vaqt ichida berilgan uqtirish bo'lganligi uchun
bazı bir iki kırnışımız katlaşamadı. Lekin hemmisi katlaşıp Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Turgun Eysa'nın bu işe intihar zor derece köngül buluvatkallığı, Turgun Hacım'dan ve Ömer Kadat Efendiler'ninki özlerindeki şahsi fikirleri ve Amerika'daki milli kırgınçılık dep itiraf kılış jarayandaki ilip bağan lobbyistlerinin tecrübelerini etip bizni Avustralya'daki Uyghur teşkilatları, Şarkı Türkistan teşkilatlarının rehberlerini ilhamlandı. Bu işe zor bir derecede bel bağlaşka ündedi. Şunun neticesinde Avustralya'da bu palatada milli kırgınçlık dep avazda utuş üçün şu 28. günden başlap lobbyistlik faaliyeti başlanıp ketdi. Bunun da bütün hemme teşkilatlarga ve bütün hemme Avustralya'daki cemaatçiligimizge tayarlangan xat tarqıtıldı. Şu xatni her bir teşkilat özününki iş kağızıga yezip ve şahsiler özünün namıda yezip Avustralya'daki palata azalarına ve parlament azalarına ve etrafındaki teşkilatlarga, axbarat organlarına tarqışını başladı. Asas cəhətdən bu xətlər şu yetib vardı. Yani bunun bilen de qıp qalmay 3. ayının 2. günü yine Avustralya'daki Şərq Türkistan teşkilatlarının rəhbərləri ve bazı aktiflerini öz içine alğan yani ciddi yığın Dünya Uyghur Kurultayı'nınki bir vekili süpütüde tavsiyesi bilen bunu ben orlaştırdım. Biz orlaştırdık. Şundan ciddi yeni bir yığın açtık. Bunun da Avustralya'da biz 3. ayının 15. gündeki palatada koyulduğun avazının ki bizgin icabi taraftan xulasınız üçün əmeli işlerini qandaqlaşımız gerek. Teximi çoğunluğun halda əmeli işlerini qandaqlaşımız gerek. Zaten nime işlerini qandaqlaşımız gerek. En mühim işler nime degen temada müzakere kılıp şundan en bizimki çok ağın kararımız 3. ayının 15. günü seher 7'den keş etüştüğün saat 5'kice parlament sarayı aldı da çok bir namaş ötküzüş kararı edildi. Elbette Avustralya intihar bir müdahale Avrupa ile bir ten bir devlet. Mesela bizimki garibi Avustralya'nın payitahtı Perth diyen şehrimiz bu Canberra'ya 4000 kilometre etrafında geliyordu. Bu Adelaide şehri 1200 kilometre etrafında bulundu. Bu Brisbane şehrinin şu 1000 kilometrenin arttık. Bu Sydney bilen Melbourne 300 kilometre, 400 kilometre etrafında bizde elbette katnaş kıyınçılığı, arlık vakit kıyınçılığı var elbette. Lekin ben işlemenken ki bizden Avustralya'daki bu pidai halkımız, vatanperver halkımız mesela Adelaide'den şu bir günlük namaşa geliş için bir gün yol yürüyüş gerek, 2 gün yol yürüyüş gerek, bir gün namaş kılış gerek, kemide 3 gün iştaşlaş gerek. Muşu 3 gün işlerini taşlap, muşu namaşa kiralaydı. Hem şu 15. ısla özünün inravatkan, türmedeki inravatkan kıyırındaşlarının ki azatlığı için, erkinliği için bir neçe günlük vaktini, ihraç, iktisadını, hizmetinden geçip bedel bereleydi. Hem bereleydi kalık işini. Şununla Dolkun Eysa Efendim bilen ben her gününe gidek bu hafta işlerini dokulat kılıp yeni yol yürüklerini ip tutum. Tünü gün ben Dolkun Eysa'dan yaxşı bir yol yürük aldım. O bu sabah Dolkun Efendim şu Avustralya'nın geografik ahvalini bir ügünüp çıkıp bu deydi ki bu Avustralya bek çoğun bir devlet şehirler imtihan jıraq tarqalgan bir iki üç günlerde kıyın işler bulur iken şunun için Dünya Uyghur Kurultayı şu 3 şehirden Canberra kildiğen namaşçı kıyırındaşlarımızın ki katnışını hal kılış bir için her bir şehirden abduzlarını icara erişini üzümüzden üstüge alımız degen bir yaxşı bir teklifini oturup oldu. Bunu ben tayarlık heyet kurulgan biz her bir teşkilatın içkiden vekil çıkıp biz şu milli kırgınçlık 3-15 degen bir grupunu kurup tayarlık grubu kurganmiz. Muşu tayarlık grupusuna Dolkun Eysa'nın ki bu
xalqimizga bergan bir yaxshi bir sovg'isi, bizning elimizda turgan bir yordami, amaliy yordamini degandan keyin bular memnun bo'ldi, xush bo'ldi. Buni xalqimizga buni albatta bugun yetkazdi. Xalqimiz bundan memnun bo'ladi va ilhom bo'ladi deb ishonaman. Endi bu yerda yana qo'shib qo'yadigan muhim bir masala bor. 2017-yili bu jazolar paydo bo'lib, milyonlagan xalqimizni bu jazolarga tashlab, xalqimizni zavodlarda qul ishchilikka aylantirib, ayollarimizni dafsanda qilib, bolalarimizni biz bilmaydigan yerlarga tarqitib, bizni umumiy milliy qirg'inchilik elib berish boshlangandan keyin Sidneydagi Talg'at Abbas, Ruslan Turdush, Yusuf Hacim degan qatorliq qarindoshlarimiz 2 yildan buyon bu o'rtalikda bu Xitoy virusi jarayonida azoq to'xtagan bo'lsa-mu, lekin 2 yildan buyon har yakshanba kuni Sidneyning shahar markazida namoyishni to'xtamay kelyotdi. Albatta buningda Sidneydagi qaysimizning vaqti bo'lsa berib ancha-muncha madad beryapmiz. Undan keyin o'tgan payshanbadan boshlab Avstraliya Uyg'ur jamiyati tarafidan uyushtirilgan har payshanba Xitoy konsulidan oldida elib boradigan Turkiyadagi qarindoshlarimiz nada degan bu harakatiga ovoz qo'shish uchun o'tgan payshanbadan boshlab Xitoy konsulidagi Xitoy konsulining oldidagi namoyishimizni boshlayaptik. Endi bizningki davorimizga bu Avstraliyadagi siyosiy faoliyatlarning yaqinqi ishlarni yana bir zo'r bir xush xabarni aytishim bu yerda joiz. Ya'ni biz shu 27-islar 2 ayning 27-si, 28-i, 3-ayning biri biz Avstraliya Uyg'ur jamiyatining 5 hay'at a'zosi bu nimada Kamberada, poytaxtimiz Kamberada bir zo'r cho'ng bir faoliyat edik. Biz shu 3-ayning 15-kuni bo'ladigan faoliyat uchun jiddiy yig'in ochgan kunimiz Dunyo Uyg'ur qurultayining raisidan biz shu Kamberada edik. Bu yig'in Tibet Avstraliya Tibet tashkilotininki taklifi bilan va 1 yildan buyon tayyorlik qilishi bilan ochilgan bir cho'ng konferensi bo'lib, Avstraliyada faoliyat elib berayotgan bu Tibet, Sharq Turkistonliklar, Uyg'urlar, Hong Kong, Tayvan, Falun Gong, Xitoy demokratlari, hatto Vyetnamlik qatorliq 12 kommunizm qurbonlari yoki kommunistik Xitoyning Qizil Xitoyning zarbasiga yo'liqqan va bu Xitoy kommunistlarini yo'qotish uchun harakat qilayotgan 12 aktiv tashkilotninki birlikda elib borgan 60dan ortiq a'zosi va ministrlari, Avstraliyaning ba'zi bir ministr va palata a'zolari, parlament a'zolari bilan qo'shilgan mushtaq bir cho'ng 2 kunlik konferensda bo'ldik. Bu konferensda har bir tashkilot o'zlarininki xalqininki Xitoy tarafidan uchragan zulmlari, qilinayotgan asnasiyalari, Xitoy qizil hokimiyatining o'z xalqiga elib berayotgan jaholatlik bu qirg'inchiliklarini so'zlab o'tdi. Shu qatorda bizning Avstraliya Uyg'ur jamiyatining so'zchisi Mehmet Charatchi Bey ve cemiyetimizin raisi Mehmet Obul efendiler Uygurlarının bugünkü ahvalini, umumi Xitayning qirg'inchilik qilishdan iborat siyosetlerini PowerPoint orqali rasmlar bilan ko'rsatib anlattı ve yaxshi bir ta'sir qo'zg'adi. Undan keyin oxirgi 2 kunlik yig'inning oxirgi yarim kunida bütün 12 tashkilotdan kelgan 60dan ortiq her millet Xitoy, Moğol, Uyg'ur ve hakaza vekillerinin hemmisi talaş tartış orqali komünizm qurbonlarining Xitoy komünistlarga qarshi birlik sepidan iborat bir tashkilot qurilib chiqildi. Ve bu tashkilotga 12 tashkilotdan birdan vekil qatnashish bilan bir hay'atlik rais qurib chiqildi. Avstraliya Uyg'ur jamiyatining ko'rsatishi bilan men
şu 12 adamın qatarının orunu elip bu Avustralya'da Uygurlar, Moğollar, Tibetlikler ve başka barlık Xitay komünistlerine karşı halklarının, teşkilatlarının birlikte hareket kılıp bu komünizmin tezden yer şerdin ahırılışını şu komünizmden ibaret bu cehalet güruhunun yok olup müşü zulüm uçuruvatkan barlık halklarının tezrek azatlıkta erkinlikке çıkış için hareket kılış bir birlik sepi kuruldu. O birlik sepniki hayatlar jığını da bir küçük bir jığın, ayrım bir jığın oldu. Derhal biz saylangandı iken ya da öz içimizde vazife tapşırıp iliş bir jığın oldu. Elbette bizdeki reisimiz Mehmet Obul özdeki sözüde bizden vatanimizin ismi Şinjan emesligi. Onun bizim vatanimizin ismi Şarkı Türkistan işgaligini terbitlep ötken, eskert ötken. Bosumu bu 12 adamın otağı vaktimizde yanıla bu Xitay demokratlarının ki vekilleri söz edip Şinjan degen sözde kayıt tekrarladı. Bir adı ben derhal ettim. Bizim vatanimizin ismi Şarkı Türkistan, Şinjan bu tecavüzçülük kısım. Biz bunu kabul kılamayız. Eğer ki bizden bu birlik sepimiz mengülük bolsun desenler ve bizden bu müşür birlik septe buludığalığımızga ne kabul kılsanlar aldı bilen vatanimizin ismi bulan Şarkı Türkistan'ı hürmet kılışınlar ve Şarkı Türkistan'ı atışınlar lazım. Degen bir fikrini, dikkatli fikrini oturup koydum. Şunun bilen bu emmeylerinin ki kol götürüşü bilen vatanimizin şerefli ismi Şarkı Türkistan'ı ataldığan boldu. Hem bunun Avustralya'ya bu teşkilat elbette tizimge ilindiğen buladı. Eğer bir teşkilat tizimge ilindigen onun asas kanunları buldu. Asas kanunları mu vatanimizin ismi Şarkı Türkistan ilindiğanları caiz. Şundan keyin bu aldığımız ki 3. ayda nimişlerini kılımız diye müzakere oldu. Bunun da Xitay'dan 22. yılı Beijing'de elip barılgan kışlık olimpikning boykot kılış Magnitsky kanununu Avustralya'ya da millleştirip Xitay jallatlarının ki halkımız üstüne elip berivatkan yoki bütün hazırki Cungu'da zulüm uçuravatkanlarga zulüm kılavatkan cinayetçilerini cinayet tartış katarlık meselelerini müzakere kılandan keyin men 3. ayının 15. günü muştaq bir faaliyetin bolduğanlığı Uygurlarının bugün görüvatkan gününü milli kırgınçılık dep atağızışının lazımlığını muşu 12 teşkilatının terkip tapan birlik septinin muşu lobiçilik katnışı ve muşu kollışı lazımlığını oturup koydum. Şuna bunu hemen birdek makulladı. Hem de beni 3. ayda elip verildiğin 3 çoğun faaliyetinin ki bir yetekçi hadimi Katar'da körstüp hemimiz birlikte Avustralya'da çoğun bir hareket Katar'a ötküş kararını ağam bulduk. Hazır bizdeki Avustralya'daki bu vatan davası da ilip verivatkan faaliyetlerimiz vakit itibariyle etay. Çünkü Avustralya'da şunca halkımız var. Avustralya bir demokratik, milletperver, insanperver bir halkla uğurlaşkan bir istil bir devlet. Elbette desek küllep tügemeydi o. Belki vatan davası ilip verivatkan faaliyetimize kadar. Köpten köp rahmet hörmetlik Baxtiyar efendim. Nayet tepsili bir yaxşı cevap oldu. Ama vaqt münasebeti bilan biraz yig'ishga to'g'ri keldi. Sizmi deb o'tganingizdek bu faqat Sharq Turkistonlik qarindoshlarımızning Avstraliyada bu Sharq Turkiston davosini yuksaltirish uchun ilib borgan xizmatlarining faqat dengizdan bir tamchisi deb o'ylayman. Biz Dunyo Uyg'ur Qurultiyi tor televiziyasi bo'lish sifatimiz bilan sizlarning qilayotgan xizmatlaringlarni, bu davo uchun ko'rsatayotgan tirishchanliklaringlarni xalqimizga yetkazish va shu orqali xalqimizga ozroq bo'lsin bir umid berish maqsadida qurbatimizning yetishchi bir tashviqot xizmatlarini qilyapmiz va bundan keyingi xizmatlaringlarga texmi utuq va muvaffaqiyat tilaymiz. Bu munosabat bilan
Avstraliyadagi peshqadam adibimiz va ustozimiz Ahmad Egambardi akamizning xizmatlarini biroz muayyanlashtirgan bo'ldingiz. Shu munosabat bilan u akamizning umrining uzun, tenining salomat bo'lishini umid qilaman. Va shundaqla shu Avstraliyada irqiy qirg'inchilik deb bir qonun loyihasining parlamentdan qaror chiqish uchun bu haqda bir tayyorlik guruhi qurilib jiddiy xizmat ishlab o'tibsizlar. Buning uchun sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Hurmatli Baxtiyor apandim, hamda hozir Avstraliya Xitoy munosabatlari qaysi darajada ketyapti? Siz mushu haqida o'zingizning bir o'ylaganlarini ekran oldidagi ko'rmanlar bilan o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Bu Avstraliya o'z oldiga bir qit'a, shundaqla bir davlat. Etrafida quruqlik qo'shnisi yo'q. Bizning dengiz orqali ayrilib turgan qo'shnimiz Yangi Zelandiya, Indoneziya, Malayziya. Ondan azroq bir 10 ming kilometr yoki 8 ming kilometrdan ortiq dengizdan o'tgandan keyin bu eng cho'ng dunyoga vahim ib kelayotgan kommunistlarninki o'g'isi bo'lgan Xitoy davlati bor. Avustralya'nınki özü bu Okeaniya, yani Asya coğrafyalik demesinden Asya'ya tabi bu lekin yani ki kurulması, siyaseti, devlet tüzümü, şundakla yani aşkan halkların asası Avrupa'dan kelgen ve garip tüzüm bilen elip verilen bir demokratik, bir güzel bir devlet. Bu devletke bunun 100 yıllar ilgili Xitayning ko'zi tushib kelgan bir davlat. Chunki Avstraliya bizning vatanimiz Xitoy uchun qanchalik muhim bo'lsa, Xitoy uchun bizning vatanimizning muhimligi, vatanimizdagi boylik, tugamas bitmas boylik, bir keng zamin Xitoy uchun hamda Yevropa va dunyoni kontrol qilishdagi geopolitik bir stratejik muhimligi bo'lish bilan birga Avstraliya dunyoni Xitoyning dunyoni kontrol qilishdagi muhim bir davlat yoki Xitoylarning birisi bo'lib hisoblandi. Bo'libmi Avstraliyaning tugamas bitmas boyligi Xitoyninki bugungi sanoatiningki bir qini desakmi xatolashmaymiz. Masalan, Xitoyning butun sanoati Avstraliyaning kömürü bilen. Xitoyning bütün ishlab chiqarayotgan tömürge ihtiyacı var. Bütün mahsulotları Avstraliyaning rodlari. Xitoyning boylarının, yuqori darajalik kishilarning qatsidagi tamoqlarining eng güzel yemekleri Avstraliyaning. Lekin Avstraliya, Xitoy bu Avstraliyadan pul berib elish emas, astırtın halda. Besiliş niyeti bularninki yaman garazlarının birisi elbette. Bulup mu 2009 yılı biz yakınki Xitoy Avstraliya o'rtasidagi bu diplomatik, iqtisodiy bu munosabatlarni mening o'zimninki bir eng tuvan bilimim bo'yicha bir o'zimninki shaxsiy kuzatishim bilan bir sharhlab baksam, o'rtoqlashib baksam bu televiziya ko'rguvchi kıymetli halkımız bilen elbette hatalıklar buludu. 2009 yıldan burun Avustralya'da bunun burun ben bir siyasi bir nimisini tüzülmesini ben azak düşündürüp koştu gibi. Avustralya'da iki çoğun partiye var. Yani Liberal Partisi ve Emekçiler Partisi de. Onun başka Milletçi Partiye, Demokratlar, Yeşiller ve hakaza. Ama Avustralya'nınki hükümet kurulması da hükümranlık kılgıcı partiye fakat şu iki çoğun partiye. Bu 2009 yıldan burun Avustralya'da 10 yıl bu işçiler yani Emekçiler Partisi hükümranlık kıldı. Şu vakitte bu Xitoy bilan bo'lgan siyasi, madeni, iqtisodi aloqalar intayin qo'yiqlashdi, eng yuqori daraja ko'tarildi. Bo'libmi Xitoyda o'qigan, Xitoy tilini yaxshi biladigan Emekçiler Partisining lideri bo'lgan Kevin Rudd degan kishimiz bu davlatniki, yani bu davlatda prezident xato bo'lmaydi. Bu devlet fakat baş ministerlik hukuki en yukarı hukukta oldu.
Onun en yukarı hukuki Angliya padişahı Elizabeth II bizimki devletimizin en çok beşi buludu. Ama ki devletin bütün emeli hukukunu kılıdığan şu baş minister dep atıldı. Şu Kevin baş ministerlik vaxtida benim bulup özümden 30 neçə yıllık bu Avustralya'da yaşaş emeliyetimden Xitay bilen boğan münasebet en yukarı derece çıktı. Xitaylarının Avustralya'daki yaman garazlarının ki emelgi iş yolu içildi desek ben hatalaşmayın. Mesela şu vaxtlarda Avustralya'daki bu siyasi tarafları, üniversiteler, zavodlar, kuruluş her sahada bu Xitayning kontrolü, aralashışı, bunun tıkışı, kontrol qilishi ko'rindi. Bo'libmi Xitoyninki bu qilmishlarni va Xitoyninki vatanimizda elib borayotgan zulmlari tashviqotlarda asosiyatdan berilmadi. Berilsimi ta'siri nihoyatda kam bo'ldi. 2009 yılı bu saylamda bu Emekçiler Partisi halkımızın raidini qağalığı için saylamda oturup Liberal Partisi bu hükümran oranı çıktı. Şunun bilen Avustralya'da Liberal Parti'ninki doğru rehberliği de bu Avustralya Xitay münasebetlerine qayta qarab çıkış bu ciddi gün tertibi geldi. Bu Xitay Avustralya münasebetlerini qayta ko'rib chiqish kun tertibi kelgan ekan, onun da ma'lum natijalar, ma'lum dokumentlar chiqadi degan gap albatta. Shuning bilan Xitoyninki Avustralya'dan ibaret bu güzel bu devletni besib olamagan taqdirdimi siyosiy jihatdan o'ziga qaritish, iqtisodiy jihatdan beqindiq qilishdan ibaret yomon niyati asta bu so'zga chiqishga başladı. Bunun bilan bizdeki Avustralya'daki bu siyasi rahberler yeniden bir Xitoyning kontrolünden qutuluş, iqtisodiy beqindilikdan qutuluşdan ibaret bir yeni yollarını izlashga, siyosatlarni turg'izishga başladı. Bunun bilan albatta medialardami bu haqda ko'p deyilishga başladı. Avustralya'daki xalqlar o'tirishdimi, ishidimi Xitoyga bo'lgan norozilik, Avustraliyaga bo'lgan sevgi, biraz millatchilik yoki Avustraliya sevgisi shunday bir vaziyat shakllanadi. Yani mesela Dr. Claire Hamilton degan kishi bir kitap yazdı. O bismi Silent Invasion deydi İngilizce. Onun Uyg'urchasi nima deymiz? Timtas tajovuz yoki hubsani tajovuzchilik yoki teptinish tajovuzchilik qilish degan kitap nashrdan chiqdi. Bunun da Xitoyning o'tganki 20 yilda Avustraliyaga ilib borgan, Avustraliyani besish ilib borgan barliq abdibashlarni oshkorladi. Shuning bilan xalqning o'rtasida g'ulg'ula bo'ldi. Xitoyning melini olmaslik, Avustraliya o'zining melini ilish yoki boshqa davlatlarning Turkiya, Yevropa, Tayland, Malayziya qatorliq davlatlarning melini ilish bir do'lqini qo'zg'aldi. Bu Avstraliyaninki Tayland tuzumi shaxsiylarni saylamaydi, partiyalarni saylaydi. Partiya saylaydi. Partiyanın içinde o partiye 10 yıl tutsun, 20 yıl tutsun, 3 yıl bir saylan buldu. Her 3 yılda şu şahsiyemiz partiye saylanganlığı için partiye içindeki liderler almış durdu. Şu partinin içindeki saylanda gösterilen yeni lider Avustralya'nınki tabii baş ministri bulup devamlaşıp geliyordu. Şundan bizden burunki 2009 yılı bu partiye yetekçilik kılan ministerlerimiz ular partiya ishlik saylamda qilib qilib 2018 yılı hozirgi bizningki bosh ministerimiz Scott Morrison janoblari Avstraliyaninki bosh ministri bo'ldi. Bu odamninki Xitoyga nisbatan pozitsiyasi Xitoyninki Avustraliyani o'zining bir ta'sir doirasiga ilish va iqtisodiy jihatdan beqindilik qilish ibaret bu g'arizini bilib yetishi
başka ötkenki 30 yıldan bu yana kelyapatkan baş ministerimizden qaraganda eng to'liq to'nigan, eng aniq bilgan bir hurmatga sazovor xalqimizning Avstraliya xalqininki qo'llanishga erishgan bir minister bo'lib hisoblanadi hozir. Demek bu shundaq bir insonning bu Avstraliyaga bosh minister bo'lishi Xitoy Avstraliya o'rtasidagi munosabatlarninki qanday bo'lishiga tabiiy ta'sir ko'rsatdi. Şunun neticesinde 2020 yılı bu dünyaya tarqalgan Xitoy virusu yoki Wuhan virusu yoki bugünkü axborotlarda elib berilayotgan COVID-19 virusini dünyada tunji bo'lib 2020 yılı 3. ayda yoki 2. ayın ahiri bo'lsa kerak mustaqil surishti qilish Xitoyga berib bunu müstakil tədqiqat edip veriş ibaret bu Xitayning o'g'sini keltirdigan bu qarorni yoki bu taklifni o'tirib qo'ydi. Shuning bilan Xitoy Avstraliyani o'zininki bir ülkesi qatorida yoki bir o'zininki butunlay kontrolga olgan bir davlat deb his qilib Avstraliyani siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan cazalaş ilip bari. Mesela bizdeki muhbirlerimizni tutkun kıldı. Bazı ticaretçilerimizi farklı batnamlardan tutkun kıldı. Şunun bilen birlikte Avustralya'dan bu Xitoy milyonlab tonna import kıldıgan kömür rodları, arpa, üzüm arakları, kalı göçleri, katarlıklarını bu import kılışını toxtattı. Bunun bilen Xitoy Avstraliyani iqtisodiy jihatdan butunlay vayron qilamiz, siyosiy jihatdan butunlay ta'qib qilamiz. Shuning bilan to'tgandikin bizning oldimizga xuddi boshqa ojiz davlatlarga o'xshash Xitoyninki oldiga yugurab basan kayniga yanadigan qo'qqonlarning ustidan texmo bo'zaq qiladigan o'zininki shunaqa milliy xarakterini ishga silib Avstraliyanimi oldiga yugurab berib bo'ysundiganligini ham yolvurdiganligini ishongan edi. Mana oldingi kuni ya'ni 3. ayning 3. kuni Avstraliyaninki iqtisodiy ministeri 6 aylık hesap kitabını e'lon qildi. Buningda Avstraliyaninki iqtisodning o'tgangi 6 oyda o'sish nisbati butun dunyodagi g'arb ellarninki eng oldiga o'tib 4% o'sgan. Ama bu Xitoylar bizni Avstraliyaning iqtisodiy jihatdan jazolashdan burun Avstraliyaninki o'sishi, iqtisodning o'sishi 2-20% atrofida edi. Bu nimani ifodalaydi? Bizning mollarimizni Xitoy olmagani bilan Avstraliyaninki dunyoda ittifoqdosh davlatlari oz emas. Avstraliyaninki Xitoy jazolab olmayman degan mahsulotlarni birinchi bo'lib Hindiston, Yaponiya, Yevropa qatorliq davlatlar darhol oshlar oladigan bo'lib, shular import qiladigan bo'lib, bu bir sabab bo'lsa, yana bir sabab Avustraliyadagi 20 milyon Avstraliyaninki insonparvar, vatansuvar xalqlarninki vatanparvarligini Xitoyning Avstraliya ustidan ilib borgan siyosiy taqibi va iqtisodiy jazolashları bu yerdagi xalqlarni vatanparvarlikni texmi qo'zg'atdi. Shuning bilan Avstraliyadagi xalq aslida bu Xitoyninki mollarini boykot qilish bir do'lqinini natijalab ko'tardi. Shuning bilan Avstraliya xalqi Avstraliyadagi o'zininki iqtisodini o'zi yordam qilish, o'zlarininki bu qiyinchilikdan o'zlari orqali qutulishdan iborat bu bir yaxshi bir muhit hozirlanib, mana bugungi Avstraliya Xitoyning o'ylaganidek Xitoyninki beqindiligi emas, Xitoy asli Avstraliyaga beqind ekanligini ko'rsatdi. Bunga bir misol aytsak, Xitoy Avstraliyaning ko'mirini erishni to'xtatgandan keyin Xitoy bozorlarida shu vaqtda Xitoyda qishning vaqti edi, ya'ni 2 oy burun
Xitoy bozorlarida ko'mirninki tannarxi 4 haftadan ortiq oshib ketgan. Buning bilan shahar aholilari isinish yoki isitish har xil parvoylarninki to'xtab qilishi qatorliq zo'r qiyinchiliklarga yo'liqqan. Shuning bilan birga bu arpani ular asos jihatdan pivo ishlatadigan olar ekan, Xitoy o'zininki arpa bilan yasagan pivolarininki sifati yaxshi bo'lmay, bu pivolarninki bozorda setilish nisbati intayin tuvallab, pivo zavodlariga milliardlab pullar ziyon bo'lgan. Uning ustiga bizning arpamizni bu Janubiy Amerikadagi ba'zi davlatlar setib olib, ularning chiqargan pivolarininki bozordagi bozor intayin tepib, ularning iqtisod texnologiyalangan. Bu bir hozirgi Avstraliyada medialarda bo'layotgan bu bir ikki davlat o'rtasidagi Xitoyning jazolamoqchi bo'lgan bu qilmishlarninki qandaq bir ijobiy ta'sir berganligining bir ozgina bir yuzi endi. Bu haqda men endi mishincha kessam bo'ladi. Köptün köp rahmat hürmetli Baxtiyor efendim. Naydi düşünüşlük halda yani hazırki mevcut Avstraliya hükümetinin Xitayga bo'lgan beqindichilikdan biraz özünü qutquzganligini yoritib bergan bo'ldingiz. Köptün köp rahmat. Endi programmamızning oxirida siz Avstraliyaga eng boshda o'rnashgan Sharq Turkistonlik Uyg'urlarning biri bo'lib sifatingiz bilan endi Avstraliyadagi Uyg'urlarning bir umumiy ahvoli haqida, ya'ni Avstraliyada qanchalik Uyg'ur bor, Uyg'ur tashkilotlarining soni qanchalik, shu haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz, undan keyin oxirgi ko'ngil so'zlaringizni ekran oldidagi qarindoshlar bilan bir o'rtoqlashib o'tsangiz, shuning bilan bugungi programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak. Bo'ldi. Avstraliyaga Sharq Turkistonliklarninki ko'chman bo'lib kelishi, men xatolashmasam 1976 yildan e'tiboran bo'lgan. Bu yerda ham bir qiziq bir hikoyani qo'shib to'g'ri keldi, balkim bu hamda 66-yili bo'lsa kerak yoki 71-yili bo'lsa kerak, balkim men to'g'ri vaqtni topman. Men dadam rahmatlik shu Avstraliyaga ko'chib ketish bir niyatida Dünya Hristiyan Teşkilatı degan bir tashkilot bor hozirmi. Shularninki Hong Kongda maxsus shu Xitoyda turayotgan yoki burungi Sovet ittifoqidan yoki Chorrusiya vaqtida Xitoyga, ya'ni burungi Manjuriya, hozirgi Ishki Mongoliya, bizning vatanimiz Sharq Turkistonga hukumat, ya'ni Chorrusiya hukumati Leninlar tarafidan ilib berilgan ishki ag'dirmachilik Qizil hokimiyatning tikilishdi shu vaqtlarda keçib o'tgan nurg'unlagan ruslar, tatarlar, o'zbeklar bo'lgan. Shularni kommunizm qurbonlari degan bir nimada mushu Xitoyda turayotgan Sovet ittifoqidan o'tgan mushu xalqlarni agar o'zlari Amerika, Kanada, Yangi Zelandiya, Avstraliya qatorliq davlatlarga kelishni xohlasa, Hong Kongda xohlasa, shu xohlaganlarga yordam qilish uchun Hong Kongda bir ishxona qurgan ekan. Shu ishxonaga iltimos qilib, shu orqali mana bizning 76-yilda kelgan xalqimiz uni bir oq urus programmasi deyilgan ekan. Shunda oldi bilan bizning vatanimizdan bu o'rislar kelgan, shu o'rislarninki yaqin do'stlari bo'lgan tatar oilalari kelgan, o tatar oilalarininki yaqin tuqqanchilik munosabatlari bo'lgan o'zbek oilalari kelgan ve Uyghur ailelerimi kelgan. Shuning bilan bu o'ltiraqlashgan. Endi shu 74-yili shu Hong Kongga iltimos qilingan bu shu anket bizning oilamizda Xitoy kommunistlarining oldi, ya'ni bir cho'ng bir jinoyat hisoblanib, oilamizga nurg'un bir balaya ofatdan kelgan endi. Ya'ni demak, Avstraliyaga bizning Sharq Turkistonninki bog'lanishi xeyli uzun yillarga bordi endi. Bu dastlabki kelgan 76-yilda kelgan Sharq Turkistonlik ko'chmanlar qarindoshlarimiz shu Adlash shahriga o'rnashgan. Shu vajidan keyin kelgan qarindoshlarimiz yoki Sharq Turkistondan kelgan Uyg'ur, Tatar, O'zbek qatorliq bu xalqimiz shu adlatga asosan adlatga o'rnashgan. Keyin bu Melbourne va Sidneyga bo'libmi 2000-yildan keyin ko'p xalqimiz o'rnashdi. Shuning bilan hozir asosiyatdan Adelaide, Melbourne, Sydneyga 3 shaharga umuman
o'rinlashgan. Onundan başqa boya men aytgandek Brisbane ve Perth'kimi 15 ayrı o'rinlashgan. Şu bo'yicha aytgan vaqtimizda Avustraliyada jami hozir bir taxminiy to'liq bir sonimiz yo'q. Buni hamda bir bütün hamda Avustraliyadagi Sharq Turkiston xalqininki bir sonini erishga albatta har bir tashkilot tirishayotdi. Birlikda buni ilib berishga tirishimiz. İnşallah ancak bağımay bir statik bir sallık statik ma'lum ega bo'lishimiz mumkin. Hozircha bizning taxminan sonimizni aytganda bir 3000dan 3500gacha odamimiz, aholimiz, kishimiz bo'lishi taxmin qilindi. Bunun ham bu yerda güzel bir yeri bu Adelaide'da Sharq Allen dastlab qurgan boya men aytib o'tgandek Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati bor. Ondan keyin shu yaqinda tashkillangan Avstraliya Tanglataq Uyg'ur xonim qizlar uyushmasi bor. Ondan keyin 1991 yildan tortib Uyg'ur tilida dars berayotgan zo'r ko'lamda o'quvchilar xeyli ko'p ana til maktabi bor. Ondan keyin Melbourne'da Victoria Uyg'ur jamiyati bor. 2005-yilda qurilgan va Victoria'da Uyg'ur ana tili maktabi bor. Sydney'da Avstraliya Uyg'ur jamiyati bor. Bu Dünya Uyg'ur qurultoyi qurilgandan keyin 2005-yilda ta'sis qilingan va Sydney'da ana til Umid Uyg'ur ana til maktabi bor. Brisbane'da shu o'tgan hafta yana bir xush xabar bo'ldi. Oldimizga yana bir yaxshi bir vatan da'vosi elib boradigan yana bir tashkilot qurildi. U bo'lsa Avstraliya Hür Sharq Turkiston tashkiloti. Ularning shu bizningki 3-oyning 15-kunidagi faoliyatimizga aktiv qo'shilganligini bildirib, shu tayyorlik guruhimizga ularning raisimi kirdi. Hozirgi Avstraliyadagi xalqimizningki soni, tashkilotlarimizning ahvoli mushunchalik. Ammo bu yerda bir eskartib o'tadigan bir muhim bir masala, ya'ni bir jamoatimizningki ommaviy bir so'rinimiz bor. O bo'lsa 2018-yili bizning vatanimizda Uyg'ur xalqiga Qur'onni tarjima qilib, Qur'onni o'z tilimiz bilan yetkazgan nurg'un xalqimizningki bu diniy e'tiqodini texnik kuchlantirish, o'zi e'tiqod qilayotgan islomdan iborat bu go'zal dinni texnik yaxshi, texnik obdan tushunish, to'g'ri aqida bo'yicha ishonish uchun zo'r kuch chiqargan shahidimiz, ustozimiz Muhammed Salih Damullam Haracimning nomida shu shahid qilingandan keyin shu ulug' insonning nomida bu Sidneydagi jamoat birlashib bir yaxshi bir ya'ni ijaraga ilib Muhammed Salih ilim markazida markaz 2019-yili 7-oyning 1-kuni ochilgan. Ve şundan tatip daha hazırlıca Sydney'de yaşayotgan xalqimiz üçün dini, medeni, siyasi toplamlarını uyuşturup xalqimizden bir makanı, xalqimizden bir üye, xalqimizden ibadet kıladigan bir joyi, cemiyetimizden siyasi faaliyetini ilip baradigan bir merkezi aylandı. Menimce bu ustazımız hürmetlik merhum Muhammed Salih Damullah Hacim'nin namıdır verilgen bunda bir muntizim o'rinninki belki dünyada birinci de o'ylayman. Rahmet. Hürmetlik Baxtiyor efendim, hamda vaqt farqi munosabati bilan shunda yarim kechida alaydan vaqt ajratganligingiz va yuqorida bergan qimmatlik ma'lumotlaringiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizga. Rahmet. Aman bulun. Siz arqılıq körümenlerge salam, pat arada vatanimizde bayrağımızı tiklep, hür vatanimizde birbirimizni bağışlap, dünyadaki hür xalqlarga o'xshash baxtli yashashga Alloh taolo nasib qilsin. Rahmat. Ko'p sizga ko'p rahmat, rahmat aka. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.